Vatandan kelgan uchurlar. Xitoyning g'oyat zo'r saqchi arxivini xalqaroga oshkorlayotgan kishi tutilgan. 2021 yili 2 oyning 6 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari va Uyg'urlarni bostirishga munosabatlik saqchi arxivlarini xalqaroga oshkorlagan kishi tutilgan. Yaqında dunyoviy taratqularda zilzila qo'zg'agan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi millionlagan saqchi hujjatlari Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligining isbotlari bo'lib hisoblanadi ekan. Hujjatlarni dunyoga oshkorlovchi Ma familiyalik saqchi tungan bo'lib, uning Xitoy yurgizayotgan vahshiyliklarga chidamay shunda qilganligi ma'lum bo'lmoqda ekan. Xitoy jamoat xavfsizligi to'ri va ijtimoiy rayon to'rlarini ikki to'rga o'zgartgan. 2021 yili 2 oyning 6 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari va Uyg'urlarni bostirishga munosabatlik saqchi arxivlari xalqaroga oshkorlanib ketgandan keyin Xitoy jamoat xavfsizlik to'ri va Uyg'urlarni bostirishda muhim rol o'ynayotgan Shechu, ya'ni ijtimoiy rayon to'rlarini birdek internetdan ayirib ichki to'rga aylantirgan. Uyg'ur xalqi Xitoy zulmidan qutulishni to'rt ko'zi bilan kutmoqda. 2021 yili 2 oyning 6 kuni Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, lagerlardan qo'yib berilgan kishilarni 3-4 oygacha ularning ishiga yanada nazorat qiladigan kishilar bor bo'ldi ekan. Qo'yib berilgandan keyin asliga kelinmay yoki doktorxonaga bora olmay sirli holda o'lib ketganlardan chiqib turdi ekan. Bundaq o'lib ketganlarni odatda koronavirusi bilan o'ldi deb ishini jimiqtirdi ekan va o'lib ketgan odamning urug' tuqqanlari saqchilarning doimiy tahdidiga uchrab ovoz chiqarmaydi ekan. Urumchida lagerdan qo'yib berilgan bir qo'yib berilib 3 kun bo'lgandimi, ishki a'zolarining qattiq og'rishidan qutulolmagan. Buningga chidamagan oila a'zolari u kishining talabi bilan kayni tarbiyaga tiqib qo'yilgan latni so'g'anda qoniga bo'yalgan necha metr atrofida lati chiqqan va u kishi uzoq o'tmay qansirab o'lib ketgan. Bir 1997 yildagi G'ulji qatlami va bugungi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik. Diplomat jurnali 5 fevral kuni G'ulji qatlami va bugungi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Zubayra Shamshidin, Xitoylarning o'zining singlisi Soliha Shamshidin va boshqa tuqqanlarga G'ulji qatlami mezgilida elib borgan rahimsizlarcha jazolashlarini tafsili bayon qilish orqali Xitoylarning buningdan 24 yil ilgari Sharqiy Turkistondagi G'ulji qatlamida Uyg'urlarga elib borgan vahshiylarcha bostirishlarni dunyo jamoatchiligiga yana bir qatim oshkorlagan. Maqolada yana G'ulji qatlamidan keyin Xitoylarning Uyg'urlarga bo'lgan bostirishining borgan siri kuchayib, bugungi kunga kelganda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni sistemalik yo'qotish maqsad qilingan irqiy qirg'inchilik elib berilayotganligi tilga ilingan. Blinken Uyg'urlar va Hong Kong to'g'risida Xitoyga besim qildi. Amerika ovozining 6 fevraldagi xabariga qaraganda, Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken Prezident Joe Biden vazifaga o'ltagandan buyanqi Amerika va Xitoydan iborat ikki davlatning yuqori darajalik amaldorlari o'tirisidagi tunji suhbatda Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kong qatorliq rayonlardagi bostirishlari haqida besim qilgan. Blinken Xitoyning yuqori darajalik amaldori Yang Jiechiang Amerikaning Sharqiy Turkiston, Tibet va Hong Kong to'g'risidagi kishilik huquq va demokratik qimmat qarashini davomli qo'g'daydiganligini aytgan. Xabarda yana Blinkenning Trump rahbarligidagi davlat ishlari mahkamasining Xitoyning Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi to'g'risidagi qaroriga qo'shilganligi tilga ilingan. Angliya advokatlari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning ishonchli isbotini topib chiqdi.
Amerikada chiqadigan Forbes jurnalining 8 fevraldagi xabariga qaraganda, Londonga joylashgan Essex sot mahkamasidan kelgan Alison McDonald'ni o'z ichiga olgan Angliyalik advokatlar Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan vahshiylikning va irqiy qirg'inchilik jinoyatining ishonchlik isbotini tepib chiqish to'g'risida qonuniy fikr e'lon qilgan bo'lib, bu qonuniy fikr mustaqil mutaxassislarning kasbiy hukmi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Uyg'urlar bir millat bo'lish sifati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasining 2-moddasi va Rim ahdnomasining 6-moddasiga asosan irqiy qirg'inchilikni aniqlash maqsadida qo'g'dilgan guruhlarning doirasiga kirdi ekan. Qonuniy fikrda ta'kidlanishicha, Xitoy amaldorlari shaxs nuqtasidan jinoiy javobgarlikqa, Xitoy davlati davlat nuqtasidan irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblanishi mumkin ekan. Xabarda yana har qaysi davlatlarning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi elib berilgan jinoyatchilarning vahshiyligini e'tirof qiladigan rasmiy bayonot e'lon qilishi tavsiya qilingan. Andrey Forrest xayriy saxovat fondi Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini aybladi. Qo'g'diqchi gazining 8 fevraldagi xabariga qaraganda, Andrey Forrest xayriy saxovat organi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak va kishilik huquq tafsirchiligini ochiq-oshkor ayblagan. Forrest garchi zamonaviy qulluq va majburiy emgakka qarshi elib berilgan ommaviy faoliyatga mablag' solgan bo'lsa-mu, Xitoyning Uyg'urlarga qilgan muomalasini ayblashni rad qilgan va bu sababli tanqidga uchragan. Xabarda deyilishicha, o'tgan yili Uyg'ur tashkilot rahbarlari uningga o'z maydonini aniq o'tirib qo'yish taklifini bergan bo'lib, Forrest keyincha qarorini o'zgartgan. Xabarda yana dushanba kuni Kengash palata a'zosi Tex Patrick Uyg'urlarning majburiy emgak chetishlik importni cheklash qonun loyihasiga sunilgan dokladida Forrestning Mendrol fondi jamiyati va uning qo'lliq qarshi turish faoliyatida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini oshkora ayblaganligi tilga olingan. Xitoy Clubhouse detalni ishlatishni chekladi. Avstraliyada chiqadigan ABC xabar to'rining 10 fevraldagi xabariga qaraganda, Xitoy Kommunistik partiyasi necha minglagan kishilarning Sharqiy Turkiston va Tiananmen maydoni to'g'risidagi xabarlarni ham berlaganligi sababidan Xitoyda Clubhouse detalni ishlatishni cheklagan. Xitoy cho'ng quruqligi Hong Kong va Tayvanda tez olqishga erishgan, kam deganda 2 million qatim tushirilgan bu spa faqat Almi shirkatining EOS sistemasini qo'llaydigan bo'lib, yaqinqi kunlarda bu yumshoq detalda Tiananmen maydoniga qirg'inchilik va Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida yuz bergan vahshiyliklarni muzokara qilingan. Xabarda deyilishicha, bu Xitoydagi yoshlarga nisbatan bundoq sezgir masalalarni tunji qatim ochiq-oshkora muzokara qilish bo'lib, uzun o'tmay kishilarning bu detalni ishlatishi to'salg'iga uchragan va bu erkinlik supsining ishlatilishi Xitoy doiralari tarafidan cheklangan. Biden hukumati Xitoy qandaq yuzlanish kerak? Aldingi yilning oxiri National Interest, ya'ni davlat manfaati to'rida Joe Biden 2022-yili Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasini nimishqa boyqut qilish kerak nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada buni tashabbuslar ilgari surilgan. 2022-yili fevral oyida Xitoy hukumatining keyingi qitimliq qishliq olimpik musobaqasiga sohibxon bo'lib belgilanganligi butun dunyo jamoatchiligiga ma'lum. Kuzatuvchilarning bayon qilganidek, agar 2008-yildagi Beijing yozliq olimpik musobaqasi Xitoy uchun bosh ko'tarish murasim bo'lgan taqdirda 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini Xitoyga nisbatan balog'at ketish murasimi deyishga bo'ladi. Baydenning prezidentlik taqdiri chiqqandan keyin tunji qilishi kerak bo'lgani Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasiga Amerikaning qatnashmaydiganligini aytishdir. Shundaqla ittifoqdoshlarini mushuning qoyil qilishdir. Bayden bu vaqt so'z qilganda siliq sipoyilikni qayirib etib, Amerikaning Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'layotgan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmasligining sababini, ya'ni Uyg'urlarning va boshqa musulmon qavmlarning Xitoy hukumat tarafidan zo'r ko'lamda qamoqqa elinishi, Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni dahshatli bostirayotganligini ochiq-oshkora aytish lozim. Xitoy millionlagan insonni qattiq bostirayotgan ahvol ostida Amerika Xitoyda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmasligi kerak. 2019-yili Wall Street jurnalida e'lon qilingan maqolalarning birida Ürümçi aholilaridan biri muxbirga bizning madaniyat sifatida tilga olgudek hech narsamiz qolmadi degan. U yana soqchilar uning uyiga kelib,
uydagi Qur'on Karimni musodir qilgandan keyin masjidga berishni to'xtatganligini aytib, amdilikda hech kim masjidga bora olmaydi. Undaq qilish bekli xatarlik degan. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi nuqul oldiki diniy bostirish bilan cheklanmaydi. Xitoy yana erlari lagerga elib ketilgan Uyg'ur ayollarining yeniga ular bilan bir karvat yetish uchun Xitoy erlarini o'rlashtirdi. Xitoyning ichki rayonlarida majburiy emgak selish uchun Uyg'urlarni turkumlab yo'tkidi. Uyg'urlarni o'z madaniyatidan ayirib, xitoylashtirib, assimilyatsiya qilishga to'xtovsiz ravishda kuchidi. 2020-yili 10-oyning 5-ida ko'pchilik Yevropa davlatlari, Amerika, Avstraliya, Kanada, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Angliya qatorliq 39 davlat Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvoli to'g'risida qattiq andish qilayotganligini bildirishdi. Yil oxirida Amerika Demokratlar va Cumhuriyetchilar partiyasi birdek holda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb atash to'g'risida qaror oldi. Bayden liderligidagi Amerika hukumati Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorliq ittifoqdosh ellarni o'ziga sabdosh qilish, bu sapga Yaponiya bilan Hindistonni sherik qilish orqali Xitoyga qarshi birlik sap qurib chiqish zarur. Amerika 2022-yili Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashishni rad qilish orqali Xitoyga haddini bilish haqida kuchli signal beralaydi. Bayden Xitoyga sening Uyg'urlarni qamoqdan bo'shatishing uchun, jazo lagerlarini mangulik taqishing uchun bir yilingli qoldi. Undaq bo'lmaydi ekan, sening so'riningga daxil bo'ladigan mehmonlar texnik ozlab ketadi degan signalni berish kerak. Amerika prezidenti Joe Bidenning Xitoy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik tutgan pozitsiyasiga kelsak, sobiq Trump hukumatimi, Biden hukumatimi Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi to'g'risida o'xshash fikrda. 2021-yili 19-yanvar Amerika sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoyni Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda deb bayonot e'lon qilgan edi. Pompeoning qaroridan keyin Washingtondagi Xitoy elchixonasining bayonotchisi Amerikani Xitoyning ichki ishlariga aralashish va xalqaro qonunga qattiq xiloflik qilish bilan aybladi. Pompeoning qaroridan keyin Xitoy hukumatı to'limi nomussizlarcha Mike Pompeo qatorliq Amerika amaldorlari ustidan jazo yurgizganligini e'lon qildi. Navbatdagi Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinkendan Mike Pompeoning qaroriga qanday qaraydiganligi so'ralganda, Blinken "Men uchunmi ashu hukm kuchga ega" degan. Blinken erlarni, ayollarni va bolalarni jazo lagerlariga qamash, ularni Xitoy Kommunistik partiyasining himoyachilari qilib tarbiyalab chiqish uchun tirkishish qatorliqlarning hammasi irqiy qirg'inchilikdan darak beradigan alomatlardir dedi. Amerika hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabati Uyg'urlarning bugungi va kelgusi uchun intayin muhim ahamiyatga ega bo'lib, Amerikada yashayotgan Uyg'urlar dunyoning boshqa joylaridagi Uyg'urlarga boshlamchilik qilib, Uyg'urlarning haq huquqini qo'g'dash uchun aktiv kurashga otlanishi Amerikaning Xitoyga qaratgan strategiyasida va Uyg'urlarning butkul dunyo miqyosida qo'llashga erishishida intayin muhim. Maymun o'yini va uning kaynidagi ro'yi asari. Oliy maktabda o'qiyotganda meni o'yga solgan bir ish bog'chilarda va odam ko'p to'plashadigan joylarda qo'yilayotgan maymun o'yini, ya'ni maymun egasining qo'lidagi qamchisini havoga urib ovoz chiqarishi, ya'ni hayvi qilishlari va maymunning so'kuldab mengib, xuddi u qamchining ovozining ma'nosini tushungandek o'yin qo'yib, atrofda to'plashgan odamlarni jalb qilish orqali egisini xush qilish bo'lgan edi. Bu chog'larda men garchi u qamchi ovozining maymunga berilgan bir signal ekanligini bilsam-mo, lekin uning kayindagi haqiqiy ahvollarni bek tushunib ketmagan va faqatla maymunning o'yin qo'yish mahoratidan hayron qilib, maymunning aqliga opirini o'qigan edim. Keyin ko'rgan bilganlarimning ko'payishiga egishib, u maymunlarning shu mahoratlik o'yinlarning kayinida qanchalik badallar to'langanligini oz to'la tunib yetishga boshladim. Maymun o'yini Xitoy va Sharqiy Janubiy Osiyoda bir oz umlashgan va bir qism kishilarning ota-miros oila kirim manbasi bo'lib, ular necha avlod o'xshash usul bilan maymunlarni tarbiyalab, ko'chalarda o'yin qo'yish orqali turmushni qamdashga odatlangan. Ularning ko'p qismi asosan alohida tarbiya ko'rmagan va iqtisodiy jihatda ojiz o'rin turadigan kishilar bo'lib, ular maymun tarbiyalashda eng oz chiqim ketadigan, biroq eng unumli bo'lgan ro'yi asorat qilishning birinchi qadam bo'lgan sababsiz jazolash orqali vahima, qo'rqinch paydo qilish orqali ruhiy jihatda bog'lash usulini qo'llandi ekan. Konkret qilib aytganda, asli qoida bo'yicha maymun tarbiyalagichi agar maymun gap anglab, egasining degani bo'yicha qilsa, egasi maymunga mukofot berish kerak. Undaq bo'lganda maymun mahoratining yuqori ko'tarilishi va uninglik uchun erishgan mukofotning ko'payishiga egishib, maymunning mukofotga bo'lgan talabi yuqorilaydi. Ya'ni maymun egasi maymunni texmi yuqori saviyali qilish uchun maymunga texmi ko'p mukofot berishga to'g'ri keladi ekan. Natijada maymun tarbiyalashning tannarxi yuqorilab mangadi. Agar maymun egasi maymunni jazolash orqali
ro'yi asorat qilish usulini qo'llanganda maymun tarbiyalashning tannarxini ko'p miqdorda tövalatgili bo'ladi ekan. Konkret qilib aytganda, maymun tarbiyalagichi maymun tarbiyalash tannarxini tövalatib, maymun tarbiyalash unumini yuqori ko'tarish uchun oldi bilan maymunni sababsiz urdi ekan, jazolaydi ekan. Maymun garchi dastlabda o'zining sababsiz urilishiga qarshilik ko'rsatsa-mu, biroq keyincha egasining o'zini urmasligini o'ziga berilgan eng chong mukofot deb biladigan bo'ladi ekan. Va sababsiz tayoq yemaslik uchun texmi sagak, texmi gap anglaydigan bo'lib, egasi bir ish qilishga majbur qilmasa-mu, o'zligidan qilib egasini xush qiladigan bo'ladi ekan. Oxirida maymun hatto o'zini sababsiz urgan u egasidan ayrilolmas bo'lib qoladi ekan. Keyin men tasodifiy fursat bilan Xitoyda 2000 yil burun yozilgan Shaojunshu xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli degan bir kitobni o'qib qoldim. Bu kitobdagi xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli ichidagi bir xil usulda mundaq deyilgan ekan. Xalq boy bo'lganda, qo'saq to'yganda o'ylaydigan ishlar ko'p bo'ladi. Erkinlikka bo'lgan talabi yuqurlaydi. Undaq odamlarni oz narsa bilan mukofotlab xush qilmoq, rozi qilmoq tas bo'ladi. Ular rahat topgancha talablarimi ko'p bo'ladi. Ularni boshqarish tas bo'ladi. Hokimiyatga tahdid bo'ladi. Ularni kontrol qilish uchun oldi bilan ularning mol-mulkini musodir qilib, ularni nihoyatda yo'qsul holatga tushirib qo'yish kerak. Zindonlarga tashlab jazolash kerak. Odam yo'qsul holiga tushib qolganda, qo'saq to'yg'izishning g'amida bo'lib, boshqa ishlarni o'ylashga vaqt yetmaydi. Undaq kishilar jazolanmaslikni o'zlariga berilgan eng chong mukofot, eng chong baxt deb biladi. Ularni ozroq mukofot bilan rozi qilg'il bo'ladi. Undaq odamlar ozli manfaat uchun boshqalarni sotadigan bo'ladi. Hozirgi zamon psixika ilmida ro'yi asorat deydigan bir uqum bo'lib, u asosligi har xil ruhiy yoki psixikalik monopol qilish usullarini qarshi tarafning ruhiyatini kontrol qilishni ko'rsatadi. Odatda insonlar debatgan mengi yuyish, kalla yuyish yoki o'qitish, jin chaplashib qolish degandeklarmi mushu kategoriya ichiga kiradi. Bu garchi hozirgi zamonda sistemlik tadqiq qilingan bir ilm bo'lsa-mu, lekin u qadimdan tortib o'xshamagan maqsadda va o'xshamagan usulda qo'llanilib kelingan. Amerikalik tarixshunos Carter J. Woodson ro'yi asorat yoki ro'yi qulluqni insonlar bo'yniga selingan haqiqiy buzilmas zanjir deb atab mundaq deydi. Siz bir insonning ruhini kontrol qilsangiz, uning so'z harakatidan ansirmasangiz bo'ladi. Uningga nega berib, nada turishini, nima deb, nima demaslikni deyishingizning hojati yo'q. U o'zi turadigan to'g'ri joyini va so'zlaydigan to'g'ri so'zni topalaydi. Uningga orqa eshikning nada ekanligini deb berishingizning hojati yo'q. Nada orqa eshik bo'lsa, o'zi izlab topalaydi. Hatto orqa eshik bo'lmasa-mu, tomdan birini o'rib tashlab, orqa eshikdan birini yasaydi va u olgan tarbiya uningga shunday qilishning zo'rligini tunutadi. Hammamizning xabar bo'lganidek o'tgan yili Amerikada Uyg'ur qonuni ma'qullanganda, Xitoy hukumatı Uyg'urlarni qo'llanib, Amerika qarshi tashviqot elib borgan edi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo vazifasidan ayrilishdan bir kun ilgari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qirg'inchilik siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan va Amerikadagi yangi hukumat vazifa o'tashga boshlagandan keyin Xitoy hukumatı bir tarafdan Mike Pompeo va 27 nafar sobiq hukumat xodimlariga embargo e'lon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan koni usulni ishga solib, har xil tashviqot vositalarini qo'llanib, bo'libmi Uyg'urlarni qo'llanib, Pompeo qarshi keng ko'lamli tashviqot qilishga o'tmoqda. Buningdan muhojirat yashayotgan ba'zilarimiz, vatandagi xalqimiz Amerikada yuz bergan ishlardan xabar tepibdi deb xush bo'lgan bo'lsak, yana ba'zilarimiz muhojiratda elib berilayotgan da'vo unum beribdi, Xitoy hukumatı o'zini oqlashga majbur bo'libdi deb xo'shal bo'lishdik. Albatta, Xitoy hukumatining maqsadining bizni xush qilish emasligini hammaylar obdan bilamiz. Undaqda Xitoy hukumatining mundaq bir tashviqot elib berishning maqsadi nima? Xitoy hukumati rostli azaldan qo'llanib kelayotgan koni taktikasini qo'llanib, o'zini oqlayotganmi yoki boshqa bir maqsadimi bormi? Ko'rinishda Xitoy hukumati koni usulni takrorlayotganda ko'rinsimi, biroq agar biz ba'zi nuqtalarni obdan kuzatib boqsak, Xitoy hukumati Amerikada hukumatning almashishi bilan oldingi 4 yilda yurgizgan taktikalarda ba'zi o'zgarish elib berishga boshlaganligini bayqay olamiz. Burun Xitoy hukumati Amerikada va yoki Xitoy sirtida yuz bergan Xitoyga qarshi cho'ng voqealikni xabar qilganda, uni aynan xabar qilmasdan, amal bor burumlab tashviq qilgandan boshqa voqealikning konkret mazmunlarini uncha tafsiliy xabar qilmaydi. Bu qatim Xitoy hukumati Mike Pompeo bayonotida e'lon qilgan va Xitoy hukumati uzundan beri Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan qirg'inchilikni, shu qirg'inchilikning bevosita ziyonkashlik uchragan Uyg'urlarga bir-birlab inkor qildirgan. Ishonamanki, Xitoy hukumatining u tashviqotlar orqali yetmoqchi bo'lgan maqsadi yolg'iz insonlarni o'zining safsatlariga ishontirib, o'zini oqlash bo'lib qolmasdan, eng muhimi Xitoy hukumatining bundaq ikki maqsadi bo'lishi mumkin. Birinchidan, oldingi yillarda Uyg'urlar orasida elib borgan kalla yuyish, ya'ni ro'yi asoratining unumini sinoq qilayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan, u Xitoy hukumatining Uyg'urlarga elib berayotgan sistemalik va planliq ro'yi vayronchiligining yana bir qismi bo'lishi mumkin.
Albatta bularni konkret ijro qilayotganlar uncha yuqori saviyalik odamlar bo'lmasa-mu, biroq u tashviqotlarni planlagan odam o'zining nima qilayotganligini obdan biladigan insonlar bo'lib, ular qanday usulni qo'llanganda insonlarning psixika ro'y holatini vayron qilib, ularni ro'y asorat ostiga olg'il bo'ladiganligini obdan bilish mumkin. İnsanlar ro'y asorat ostiga elinganda ularni ba'zi ishlarga majbur qilishning hojat qolmaydi. Ro'y asorat ostiga elingan insonlar xuddi o'yin qo'yish uchun tarbiyalangan maymundek bütün kuchi bilan o'zini asorat qilg'uchini xo'sh qilishning ko'ydi bo'ladi. Ular ko'pincha ahvolda andish qilish, qo'rqinch va vahima ichida yashaydi. Ro'y asorat ostiga elinmagan, g'ururi bor har qanday bir insonga nisbatan eng og'ir jazo o'lim bo'lmasdan, balki u odamga o'zi so'ygan odamni o'ltirgizish, o'zi so'ygan odamga xoinlik qilg'izish, o'zi uchun haq so'zlagan odamni haqorat qilg'izish bo'lib, insonni o'z vijdoniga qarshi so'zlashga majbur qilishning asosli maqsadi u insonni ro'y jihatdan jazolashdir. İnsan hayat qilish yoki ma'lum imtiyozga erishish uchun o'z vijdoniga qarshi ish qilishga majbur bo'lganda, u odamning ichki dunyosida to'qinish paydo bo'ladi. Ya'ni u odamning tashqi ko'rinishi va ifodasi bir xil, ichki dunyosi boshqa bir xil bo'lib, tashqi ifodasining vakillik qiladigan taraf bilan ichki dunyosiga vakillik qiladigan taraf orasida izchil to'qinish yuz berishi. Natijada vaqtning o'tishi bilan u odamning psixikasida og'ir darajada vayronchilik yuz berishi mumkin. İnsanlarda yuz bergan bu xil psixikalik vayronchilik yalğız ularning normal hayoti va tafakkuriga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki keyingi avlodlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin.